Google'dan qidiruv tugmasiga uzme.customs.uz kirdik. Bu yerda ariza holatini tekshirish, agar ariza oldin yuborgan bo'lsangiz, ariza raqami va JSHR bilan email raqamini kiritib arizangiz holatini ko'rishingiz mumkin. Lekin yangidan ariza yuborish uchun mana ariza to'ldirishni tanlaymiz va bu yerda rezident to'g'ri turibdi va o'zingizning JSHRingiz, ya'ni pasportda yoki bo'lmasa ID kartangizdagi JSHR raqamlarini kiritasiz. Demak, qabul qildi va meni pasport ma'lumotlarim va ism familiyamni to'liq chiqarib berdi. Demak, telefon raqamini kiritib ketamiz bu yerga. 98, ya'ni o'zingiz telefon raqami. Sayt avtomatik tarzda tekshirib ko'ryapti hozir arizani email kodi ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmaganligi haqida. Bu yerga email rasmini ham qo'shish talab qilinadi. Yuklandi. Qurilma tasnifi o'zlarida avtomatik tarzda bo'ladi. Xotira menda 128, holati foydalanilgan, hududni tanlaysiz. Surxondaryo viloyati, misol uchun menda. Siz ham o'zingizni hududingizni tanlaysiz va jo'natish tugmasini bosasiz. Demak, bu jo'natganingizdan so'ng xuddi mana shu narsa chiqib keladi va arizangiz asosida hisoblangan to'lovlarni 10 kun ichida to'lashingiz lozim degan. Ya'ni siz buni jo'natganingizdan so'ng sizni telefon qurilmangizni holati va telefon qurilmangizni narxidan kelib chiqib sizga qancha to'lov to'lashingiz haqida hisob varag'i yuboriladi. Va o'sha hisob varag'ini 10 kun ichida to'laganingizdan so'ng o'sha, ya'ni hisob raqamga, sizning hisob raqamingizga, ya'ni bu yerdagi ariza asosida berilgan hisob varag'iga to'laganingizdan so'ng avtomatik tarzda sizning telefoningiz ro'yxatdan o'tadi, ya'ni bojxonadan ro'yxatdan o'tadi. Buni bajarganingizdan so'ng esa email.uz sayti orqali, ya'ni arizani yuborasiz. Ya'ni sizni telefoningiz haqiqatan rasmiy ro'yxatdan o'tgan hisoblanadi. O'z email.uz'ni o'zi orqali yuborganingizdan so'ng esa sizni email kodingizni ro'yxatga olinadi. Unda ham email.uz sayti orqali yuborganingizdan so'ng ham unda o'zini to'lovi bor, ya'ni email kodni ro'yxatga olish bo'yicha bu alohida to'lov. Eng kam bazaviy hisoblash miqdorini 20%, agar 30 kundan o'tib ketgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 25% miqdorida to'lov oladi. Yana ham soddaloq aytadigan bo'lsak, agar 30 kun ichida siz yuborayotgan bo'lsangiz 83 ming atrofida bo'ladi. Agar bir oydan o'tib ketgan bo'lsa 103 ming so'm miqdorida to'lov to'lanadi.